Dadamning yarim tunda ishdan qaytishini onam ikkimiz ko'z yummay poylab o'tirardik. Nasiba sovib qolmasligi uchun o'rab chirmab o'tirgan onam dasturxon yozsa, men qo'liga suv tutardim. "Qizim gap, nima gap?" deb men bilan uzoq suhbat qurib o'tirishni yaxshi ko'radigan dadam bu gal avzoyim o'zgarib turganini ko'rib hayron bo'ldi. Onam: "Ha, arzanda qizingizni fe'li aynib turibdi. Ertaga sinfdoshlari bilan dugonasi Roziyalarning hovlisida sumalak sayli qilishmoqchi. Do'konga kelgan yangicha shimfirdan hamma olib, bitta shu qizingiz quruq qopti-da dadasi. Menda oshiqcha pul bo'lmasa, bir etak bola boqaman deb bir joyda ishlamagan bo'lsam." Shunga kun bo'yi qovog'i ochilmadi. Birdan kayfiyati tushib, kosadagi oshning yarmini yeb qo'lini artgan dadamga qarab xijolat tortdim. "Dada, xafa bo'lmang. Bir aytib qo'ydim-da, kerak emas. Har doim kiygan ust-boshim bilan boraveraman. Nosir akam oqshomga qolmaysan dedi. Baribir shom bo'lmay qaytarib olib keladi", dedim xijolat bo'lib. Dadam indamay ko'chaga chiqib ketdi. Horib ishdan yarim tunda qaytib, yana qayoqqa chiqib ketdi ekan deb xavotir ola boshladik. Onam ikkimiz kimni ayblashni bilmay yer chizib o'tirardik. Oradan ancha fursat o'tdi. Bir mahal qo'lida qog'oz xalta ko'tarib, yuzlari yorishib kelgan dadamni ko'rib quvonib ketdim. "Qizim, mana dugonalaringiz olib kiygan shimfir shumidi?" dedi dadam ko'tarinki bir ovozda. Bir yo'li bir nechtasini olib kelaverdim. Yoqqanini tanlab olasiz-da, qolganini ertalab do'konga olib borib berasizlar. Baribir bola ekanman-da, sevinib dadamning bag'riga o'zimni otdim. Tanlaganimni kiyib chiqib, ko'z qildim. Qayerdan, qanday qilib yarim tunda olib kelgani bilan ishim ham bo'lmadi. Keyin bilsak, mahalla boshidagi do'kon qorovulini uyg'otib, sotuvchi Rustamxon akaning uyiga sim qoqishibdi. Ruxsatini olgach, moda bo'lgan o'sha matohdan 3-4 tasini uyga olib kelgan ekan. Men suyunganimdan tong otguncha uxlamadim. Ukamga andarmon bo'lgan onam ham, tong yorishmay ishga otlanadigan dadam ham uxlab qolsam lohas bo'laman dedimi, o'sha kuni ko'z yummadi. Bunday holatlar juda ko'p bo'lgan. Talabalik paytimda menga yoqadigan palto va etik xarid qilish uchun mashinaga o'tkazib, o'z shahriga olib borib kelganlarini eslayman. Dadam hammamizga birdek mehr berib ulg'aytirdi. Biz ham otamizga birdek sig'inib, hokipoyini ko'zimizga surtib yashadik. Hamisha uyimizning, qalbimizning to'rida bo'ldilar. Ammo endi o'ylasam, yuragimni bir armon tilkalaydi. Keksayib ko'chaga chiqa olmay qolgan paytlarida biror marta bo'lsa ham do'konga olib borib, "Dada, ko'nglingiz tusaganini tanlang, olib beray" demabman-a. Har safar dadamga olib borgan kiyimlarimni kiymay, asrab, tuhfalarimni nega yostig'i tagida saqlaganini o'ylab ham ko'rmabman. Muallif O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Saodat jurnali bosh muharriri Munavvara Usmonova. Aktrisa, rejissyor va suxandon Nasibaxonim Ismoilova ijrosida o'qildi.